Bu buyrak, bu esa kola. Kuniga 2 va undan ortiq kola ichish surunkali buyrak kasalligiga olib keladi. Bu esa buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotining eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Amerikaning Shimoliy Karolina shtatidagi Atrof-muhit salomatligi institutining tadqiqotlariga ko'ra, gazlangan va kola ichimliklarini ichish qandli diabet, qon bosimi ortishi va buyrak tosh kasalliklarining asosiy sababi hisoblanadi. Bu esa buyrak zararlanishining asosiy omillari hisoblanadi. Umuman olganda, kolani suyuq zahar desak, hech ham xato bo'lmaydi. Chunki kola o'z tarkibida juda ko'p miqdorda shakar, kuchli aromatizatorlar va turli kislotalar va konservantlar saqlaydi. O'ta ko'p miqdorda shakar organizmga surunkali tushishi natijasida metabolik sindrom va qandli diabetga sabab bo'ladi. Kola tarkibidagi fosfor kislotasi bo'lsa, organizmga tushganda u suyaklardan kalsiyning yuvilishiga olib keladi va bu buyrakda tosh paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar siz hali ham farzandingizga kola ichirayotgan bo'lsangiz, bu videodan keyin o'ylab ko'rasiz degan umiddaman. Bu videoni qo'lidan kola tushmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying va yanada qiziqroq va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Qani endi solishtirib ko'raylik-chi. Qani kolaga solinmaganini olib keling. Qalay effekt? Haqiqatdan o'zgarib ketdi. Mana bu kolaga solinganmi mana? Birpasda O'zgarganini ko'rdingizmi? Umuman kapsulasini yeb tashlabdi-yu kola. Ko'rdingizmi? Bu kapsulani yegandan keyin ichidagi epiteliy qavatlarni ham yeb tashlaydi-da, bu tushundingizmi?